Assalomu alaykum, hurmatli yurtimiz ishtirokchilari. Bugun uchrashuvimiz bor. Tadbirkorlar bilan kimda nima masalalar bo'lsa, marhamat, aytsalaringiz, aqlga qilamiz. Menda to'sov. Nima bo'ldi? Fayzalab Nuhiy hududidanman. Qo'ldoshbek Islomog'da nomimda yaxti bor. Dehqon xo'jaligi shaklida ochilgan. Bugungi kunda menga 100 million kredit mablag' kerak bo'ladi. Chorvachilikni rivojlantirish maqsadida. O'sha kredit ajratishda yordam bersangiz yaxshi bo'ladi. Demak, yaxshi ochgansiz, o'zingiz nomingizda yaxshingiz bor, to'g'rimi? 9 oy davom yo'lda ochilganiga dehqon xo'jaligi shaklida. Sizga 300 ming qo'yilgan inson qaror bo'yicha kredit ajratamiz. Bu bo'yicha tegishli hujjatlarni hammasini olib berasiz, mas'ul xodimingizga o'rganib chiqib, bu bo'yicha amaliy yordam beramiz. Kimda savol bor? Menda bor Tamam. Assalomu alaykum. Men Oyxon mahallasidan keldim. Ismim Tangerov Suhrob. Nomimda yakka tartibdagi tadbirkorlik bor. O'shani rivojlantirish maqsadida 100 million kredit olishim kerak. Necha yoshdasiz? Yoshim 18 yoshda. Tushunarli. Sizga prezidentimiz tomonidan qabul qilingan 60 son qaror bor. Shu bo'yicha kredit ajratamiz. Taqiqlari 100 million so'mgacha sug'urta asosida ajratiladi. 5 yil muddatga 1 yil imtiyozlar bilan ajratamiz. Siz ham o'zingiz nomingizda kerak hujjat hammasini taqdim qilasiz. Mas'ul xodimlarga bu bo'yicha tezroq prikanni chiqarib beramiz. Demak, bu shaxslar hech kimdan boshqa savol bo'lmasa, bugungi yig'ilishimizni yoqtirib qolamiz. Hammaga rahmat. Charchamaysiz.